yarim choy qoshiq bilan tilingizni tagiga tashlab, siz 12 ta a'zoyingizni xursand qilyapsiz. Chanqab turgan nimaga suv qo'ysangiz bo'lgacha, suv qo'ysangiz yashnab ketadi-yu. Organizm xuddi shunaqa bo'ladi. Organizm chanqab turibdi, tozalab qoldik biz. Shuning uchun perfektani ichgandan keyin yarim soat, 1 soatdan keyin Vitality Lux ichish tavsiya qilinadi. Sababi o'sha chanqab turgan organizmga Vitalityni yarim soatdan keyin bersangiz, 5 minutdan keyin emas, yarim soatdan keyin bersangiz yaxshi so'riladi. Xursand bo'ladi organizm, chunki hamma elementlari bor bunda. Xo'p, bundan keyingisi savollar bormi Vitality bo'yicha? Yo'q-a? Endi bundan keyin hozir aytdim, qilib qoldim. Yarim soat dan keyin ichib, yarim soatdan keyin Vitality ichasiz. Ha, yana orasi yarim soat. albatta. Voy, men 15 yil kutib anaqa ichardim. Toza havoda 1000 metr yurib ichsangiz undan da yaxshi natija Ko'proq berasiz. Vitality bilan Smart ichishingiz kerak. Ko'proq. Sizga nima tushadi, yaxshi tushadi. Vitality Smart. Men 15 yil qilib yuribman. Biz xato qilmanda. Oralar yarim soat bo'lish kerak. Albatta. Siz savolingiz nima edi? Ben başladan egzi farzandlarimni deytadan chiqarib olganda o unday yemisni ichmasdi dedi. O'shani hisobiga ham shekil juda shu kunni o'zida rezultat katta bo'ldi. Egzilarimda ham o'zim ko'chgan tozalashda ham 3 kunda sразу rezultat bo'ldi. Shunaqa. Vitalityni Oddiygina men bu yerga kelishimdan oldin o'sha klinika sharoitida bo'lsa ham men baribir Tibet yo'nalishi bo'yicha ishlaganman-da. O'shanda men juda ham ko'p bemorlarda sinayman, masalan, juda ham og'riq bilan, og'ir holatda keladigan insonlarga kerak bo'lsa, 3 kunlik ochlik qildirganim o'zida juda ham yaxshi natijalarga erishaman. Hech qanaqa dori-darmon kerak emas. Hech qanaqa. Ana o'sha 3 kunlik ochlik qildirib, niyat qilasiz-ku, baribir o'zi tutasiz-ku. Tanamizga dam berishimiz kerak-ku. Nimamiz ko'p hozircha ana qo'ynim ketadi. Bir joyga borsangiz, xotinlar gap o'ynaydi. To'da xotinlar gap o'ynashadi. Aytaman, butun yegani, yana tim bo'li gaplashib yeymizmi biz? U yegan ovqatimiz qayerga ketyapti? Qanaqa tanamizga singyapti? Nima yeyapmiz o'zi? Kafe restoranlarga boring, mol go'shtidan qilinadi. Qo'y go'shti kim olib yeydi? Kafe restorandan. Yemakga tushgani joni bir. Hamma mol go'shtidan qilingan ovqat o'tirib yeysiz. Lekin voy oyog'im og'riyotdi deb ko'raman, o'sha kafelardan cho'loqlanib xotinlar chiqib kelishadi, yosh katta xotinlar. Voy oyog'im deb zinalardan zo'rg'a yurib chiqishadi. Lekin o'sha yerda siz shunaqa ovqatlar yeyapsiz, tamati ko'p bo'lgan, pripravalarga boy bo'lgan va mol go'shtidan qilingan ovqatlarni yeyapsiz. Mol go'shti illat kasallik chaqiradi sizga. kasallik. Ana undan keyin qanaqa tuzalmoqchisiz?